Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun Corel programmamiz bo'yicha amaliy mashq, amaliy ish desam bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, ikkita yulduzchani. Mana endi to'xtang, buni o'zim pastga qo'yibdi. Ikkita yulduzchani ko'ryapsiz. Shuni amalda qanday chizaman? Mana ko'rinishni ko'rib turibsiz-ku, mana bo'rtib turibdi, 3D ga o'xshab turibdi. Ikkita yulduzchani qanday chizishni ko'rsatamizki, buni qanday chizishni ko'rsatamiz. Ya'ni shunday logotip desam bo'ladi. Mana shunday chizmani chizishni o'rganamiz. Eslab qolgan degan umiddaman. Turqi deymiz, bu izobrajeniyasini voy kichraytirmoqchiman. Shu list o'ziga chizib beramiz. Misol uchun helikopterek. Hozir tarqib yanada kichraytirib qo'ymoqchiman shu o'rtoqlar. Qo'yib qo'yamiz. Endi nima qilamiz o'rtoqlar? Mana bitta olamiz, mana yulduzcha olamizda любой burchakdan olib borib, kontrolni bosib turib, keyin sichqon chap tugmasini bosamiz. Masalan, katta qilib oldik. Mana shu turishni bitta bosamiz, bitta qizil rangni bosib qo'yamiz o'rtoqlar. Mana misol uchun deylik. Keyin kontrol va bu yoqqa olib o'tamiz. Bunday sichqonchani mana nuqtasini ushlab, sichqoncha bilan nuqtani ushlab turib olib o'tdim. Endi sarinni uzoqroq qilamiz. Deb qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun shu. Endi misol uchun buni bitta bosamiz. Eng osonroq yo'lini ko'rsatamiz. Effektdan skvoz. Mana skvoz. Keyin misol uchun 92 tursam tegmasa ham bo'ladi. Sentrga keyin применить. Mana ko'ryapsizmi? O'zgarishdi. Xohlasangiz yana buni rasam bitta bosasiz, buni ko'paytirib qo'yasiz. Направление degani o'sha soyasini tomoni. Tak, sentrdan bosasiz, применить bosasiz. Mana ko'ryapsizmi o'zgarishini? Sezayotgan bo'lsangiz kerak albatta. Xohlasangiz bularni ko'tarib qo'yasiz. Buni bunday uгол возвращения degan burilishi. Uzr. Krasseniyni qolib ketdi. Hozir. Rasam bitta bosimizni kuchaytirib, tegmasa ham bo'ladi. Sentrdan yana bitta bosam, buni bitta bosasiz. Mana. Bu eng oson yo'li. Yulduzchani o'sha tepada ko'rgan yulduzchaga o'xshatdik. Endi bu yulduzcha yaqinroq olib kelamiz. Bu tushunishlaringiz uchun keyin nima qilamiz? Mana bu yerga kiramiz. Mana bu instrumentni bitta bosamiz. Peroga bitta bosamiz. Perodan bu uchidan u sentrda ko'rsatadi. Bu uchiga bittadan olib kelib bunday yasaysiz. Masalan, bu nuqtasiga uzliga bitta bosasiz. Keyin narigi uchini ko'rsatadi. Bitta bosamiz, belgilandi. Keyin masalan bu uchidan bu uchiga olib kelasiz. Keyin bu uchiga borasiz. Yana buni o'zi ko'rsatadi. Sirkani olti dumaloqcha chiqadi o'zingiz bo'lib. Olib borasiz, iyiga bo'ldi. Keyin bu uchidan bu uchiga, keyin bu yoqqa, keyin yana o'ziga biriktirib qo'yamiz ana shunday. Bu yoqdan bu yoqqa qaratib o'rtaga, keyin bu yoqqa qaratib, keyin mana bu tomonga bu yoqqa qaratib mana o'rtaga. Keyin bu yoqdan bu yoqqa o'rtaga, keyin bu tomonga uzil, keyin bu tomonga. Sekin bosasiz. Mana ko'ryapsizmi? Joy-joyga tushdi. Qaytaramiz orqaga, bitta buni bosamiz. Bitta bu yoqqa masalan belgilanganga bosib turib, masalan qora qizil tanlaymiz. Ko'ryapsiz-a? Ushlab turib ko'rayotgan nima? Rosa ham qora bo'lib ketdi. Sichqonchani chap tugmasini bosib turib ushlab turibman. Soch. Keyin bitta belgilab qo'ydim-ki, bu yoqqa pipetka buni ishlatish osonroq. Bitta bosasiz, bitta bunga bosasiz, mana belgining joyiga bitta bunga bosasiz, bunga bosasiz. Keyin bu tomonda belgilanma mana. Keyin bu yoqda masalan oq liniyalar turibdi, chizilgan. O'shalarni ko'rsatamiz. Oq liniyalar chizilgan, bu qanday bo'ladi? Bu degan joyidan oldin darsa ko'rsatganmiz. Undan oldin birinchi o'rinda abidin ko'kartirib, mana videolit qilib kontrolga bosib gruppa qilib qo'ydik. Keyin hozir
effektdan effektdanmidi hozir aytaman. Svойство degan joyi bor edi. Qayerdaligini chiqib qoldi. Mana obyekt ichida ekan. Obyektni bosamiz. Bo'limda svойствоni. Alt enter bossam edi, bu yerda ko'rsata olmayman, shuning uchun bosayotgan klaviaturamni knopkani ko'rsata olmayman. Buni iloji shuning uchun iloji boricha bu yerda bo'limlarda izlab ko'rsatyapman. Buni bitta bosasiz, bunga bitta bosasiz. Keyin buni ichiga kirasizda 0.5 qo'yib olasiz, xohlasangiz. Bitta bosasiz. Bitta rangini tanlaydi oqroq qilib mana. Shu. Agar yo'liq o'ziga nasringizga qarab bosaverasiz, mana ko'ryapsizmi buni? Mayda nuqta, mayda zebra chiziqqa o'xshab bitta liniyani ko'rsatib, misol uchun 1 mm qilib, mana. Tushunarli bo'ldi, ha? Bunday yopib qo'ysak ham bo'ladi. Mana shu bilan olam Guliston o'rtoqlar. Endi tushunarli deganim, tushundilar degan umiddaman. Bitta ko'kartirib, sal kichraytirib tepaga qo'yamizda. Endi buni tushuntiraman. Mana ko'ryapsiz. O'sha chizmani, obyekt. Shuni qanday chizdik, shuni ko'rsatmoqchimiz. Qarang, uni uchun nima qilamiz? To'rtburchakda bosasiz. Bitta bunday bosasiz, mana belgilaysiz o'zaro o'chirib tashlaymiz. Ctrl ushlab turib, любой chiziqni olib kelsangiz, buni qo'yib yuborasiz. Bitta bunga bosasiz. Ishonchini o'ng tugmasi yoki Ctrl Q qani bossangiz ham chiqib keladi. Bosasiz. Bundan keyin bu instrumentni bosasiz, mana belgilaysiz, ko'kartirib, keyin bitta buni bosasiz. Bitta bu uchini ko'k yana belgilab turib, buni bitta bosasiz. Ishonchini chap tugmasini qo'yib yubormasdan turib, bu uchiga olib kelasiz. Adashib olib kelsangiz hech narsa qilmaydi. Mana uch belgilangan knopkani bunga tovar qo'yasiz va mendan kamaytirasiz bu uchidan. Liniya tashqariga chiqib ketib qoldi-ku. Mana. Bu olam Guliston. Endi nima qilamiz? Bitta bunga bosamiz, mana shu turishda. Bitta bunga bosamiz. Mana. Bizga tushirib oldik, to'g'rimi? Endi shuni sal bunday suramiz, o'rtarimda qilib, misol uchun. Ctrl C, Ctrl V. Kopiya qilib oldim. Bitta bunga bosamiz. Endi bitta bosib, bitta bosamiz. Ctrl Shift Z bilan orqaga qaytardim. Endi bu uchidan bu uchiga boraman mana. U pishtirib yopishtirib olib keldim. Inson orasida masofa bo'lsin, ozgina. Yaqinroq boryapman, ko'rib olish uchun. 1, 2, 3, 4 ta tashladim. Strelkani o'ng tomonini bosib, endi nima qilaman? Endi yana ko'kartiraman mana. Yana Ctrl C, Ctrl V. Bitta bunga bosasiz. Bitta bunga bosasiz, mana chiqib qoldi. To'g'rimi? Bu uchidan mana bu uzel degan joyga olib borasiz. Qo'yavermasdan. Bo'ldi. Mana to'ch liniyalar tushdi o'rtalar. Endi nima qilasiz? Endi o'rtoqlar xuddi shunday rang beramiz. Yashil berilgan-ku. Misol uchun yashil rang beramiz. Bunga bitta bosasiz. Masalan, mana yashil ishlatganman. Bu belgilandi, ko'rdingizmi? Endi bu yoqqa shu sirlik bitta belgini olasiz, qolganlarga berib chiqasiz. Faqircha bilan. Faqircha deb ot qo'ygan shu значок belgi turgancha. Sirkan bosasiz bo'ldi. Buni ham ko'kartirib, videolet qilib o'rtalar Ctrl G bilan buni ushlab turib, bu tomonda kichraytirib olasiz. O'rtadan ushlab turib, mana olib kelib olasiz. Mana. To'ch bo'ldi o'rtalar. Shuning bilan bugungi amaliy darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.